Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Feruzbek Hurmatov. Va bugun sizlar bilan yangi challenge ga start beramiz. Xullas, hozir ekranimni share qilgan bo'lsam. Xullas, nima? Bu challenge ga o'zi avvaldan niyat qilib yurdim bu challenge ga start berishni. Nimagadir biroz vaqt oldi bu challenge ni boshlashim. Demak, men yaqinda HackerRank problem solving chapter bo'limini tugatdim va golden badge qo'lga kiritdim sertifikat bilan birga. Va endi o'sha davomida bir nechta problemalar, masalalarni, algoritmik masalalarni Python dasturlash tilida bajardim. Va shu jarayonda yana bir marta, lekin bu jarayonda faqat nima deydi? Faqat o'zim bajarish emas, bajarib sizlarga ham tushuntirib, birgalikda ko'rib chiqishni niyat qildim. Xullas, bugun sizlar bilan o'sha veb-saytga kiramiz. Hozir ko'rsatib o'taman sizlarga qaysi veb-saytligini. Nomi hackerrank.com. Bu veb-sayt juda mashhur va bunga xohlasangiz sign in qilishingiz mumkin. Mana bu start free trial bu asosan ko'pincha kompaniya egalari uchun. Buning ichidan masalan LinkedIn ishongan bu nimaga IBM, DoorDash masalan ko'rishingiz mumkin. Adobe shunga o'xshash kompaniyalar dasturchilarni, ishchilarni o'ziga izlab topish uchun foydalanadi va bu developerlar uchun emas, balki developerlar ham foydalanar bu premium versiyasidan. Demak, biz sign up qilamiz birinchi yangi akkauntga albatta. Sababi mana o'tgan o'zi doim ishlatadigan akkauntim da barcha narsalar bajarilgan. O'shaning uchun men login qilaman albatta. Yaqinda GitHub bilan ochdim, o'sha akkauntimga kirsam kerak hozir. Xo'p, xullas. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, bu yerda ko'rishingiz mumkin mana Hackos. Bu Hackos nima? Bu veb-saytga kirganingiz va masala yechishingiz bilan sizga qanaqadir miqdorda Hackos beriladi. Bu sizga bu joylarda qo'l keladi. Masalan, test case asosan qulflangan bo'ladi. Ba'zi vaziyatlarda o'sha holatlarda ochib qayerda error bo'layotganini topishingiz uchun qo'l keladi. Xullas, bugun ikkita masalani solve qilamiz. Bu bittasi adashmasam o'z javobi bor. Prosta run qilib submit qilsak bo'ldi. Va bularni biz qayerdan topamiz? Bu yoqda masalan mana mavzular, matematika, C++, Ruby, dasturlash tili, Linux shell, yo React, yoki qisqa deganlar bo'lsa yoki database, functional programming. Va men bu yerda ikkita nima deydi? Preparation kitni tugatganman. Bittasi bu Python bo'ladigan bo'lsa, bittasi bu data structures and algorithms. Va bu yangi akkaunt bo'lgani uchun u yerda ko'rinmaydi yangi natijalar o'zi. Plus biz continue preparationga bosamiz. Sababi shu bitta nima problema solve qilingani bo'lgani uchun uni prosta kirib ko'rib tahlil qilib ketamiz va biz keyingi navbatda simple array hop hozir solve me first degan chiqish kerak edi, adashmasam. No, yo'q. Solve it. No, mana bu nimagadir mana default bajarilgan chiqdi. Va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda aytyapti, meni birinchi bajar bilmaganlar uchun algoritmik masalaning nomi. Bu yerda ikkita variable bo'ladi. Albatta bu variable
default kompyuter tomonidan beriladi. Num mana input berilgan har bitta variable ichiga num1 num2 va bu num1 num2lar mana shu a bilan b valyuni ichiga joylanadi. Shuni valyulari. Va bu yoqda return javobimiz a plus b. Ya'ni masalan bu yerda 7 bilan 3 bo'lsa, a bilan b ni qo'shilmasi bu 10. Tabiiyki 10 chiqadi. Shunaqa holat. Mana bu yerda yana bitta test case bu 2 qo'shilgan 3 va javobimiz 5. Oddiy masala. Va buni bu yoqda mana ikkita button bor. Bu yoqda bittasini run code bilan siz programmingiz yaxshi ishlayaptimi yo'qmi tekshirib ko'rishingiz mumkin. Agar bu yerda test caselardan yaxshi o'tgan bo'lsa, masalan test case 0, sample test case 2, 1 bu yerda mana outputim, mana programmam chiqarib bergan output kutilgan outputga to'g'ri keldi. Shovqinni nima qilmaysizlar? Sabab hozir universitetdaman, boshqa joy topa olmadim va keyingi epizodlarda bu tabiiyki yaxshilanadi degan umiddaman, lekin hozircha shu. Va bu yoqda submit code, ya'ni vazifani yuklash. Xo'las, mana submit qilsa, bu yoqda success compiler message'imiz va congratulations va biz keyingi challenge ga o'tamiz. Keyingi challenge bu hop ko'radigan bo'lsak, simple array sum nomi bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni array, ya'ni listlarimiz qo'shilmasi. Ularni birga masalan bir listimiz bo'lsa, o'shaning ichidagi sonlarni, itemlarni bir-biriga qo'shib chiqish kerak. Bunda bizda ikkita yo'l bor. Hozir uni ko'rsatib o'taman, ikkalasini ham. Hop, bittasi effective, bittasi lazy rock approach. Xullas, bizda Python tomonidan taqdim etilgan shunaqa approach. Xullas, mana bu yerga biz solutionimizni yozishimiz mumkin. Simple array sum va biz return qilingan arrayda shunday o'zini nima qilishimiz mumkin. Masalan, bu yerga yozib qo'yaylik. First approach, ya'ni birinchi approach. Bu yerda biz men nima qilaman hozir? Mana shu arrayimiz for masalan a in r teng albatta buni bu yoqdan num berib qo'yamiz va buni valyusi 0 ga teng va bu yoqda num plus har bitta value in a. Buni mana bu yerda esa return qilamiz. Adashmasam shunaqa. Return num. Hozir bu yerda nima qildik? Biz hozir mana shu array ichidagi elementlarni birma-bir berib chiqdik. Masalan, mana bu arrayimiz ichida birinchi hozir boshda num 0 ga tenglangan, ya'ni 0. Hozir bu yoqda chiqqanda birinchi masalan loopda bir raqam chiqsa 0 ni 1 ga qo'shadi va javobimiz num valyusi 1 ga teng bo'ladi. Va ikkinchi holatda 2 ni qo'shadi va boshda numimiz 1 bo'lgan bo'lsa, unga 2 ni qo'shsa bu 3 tabiiyki. Va oxirigacha qo'shib buni mana shu arrayimizda sumini chiqarib beradi. Ya'ni arrayimiz ichidagi sonlar qo'shilmasi. Va buni hozir run test case'larni ko'ramiz. Va mana sample test case 0 dan o'tdi kodimiz va submit qilib ko'ramiz. Va keyin ikkinchi va mana birinchi approach o'tdi va bizga bu misolda yechganimiz uchun 10 point berildi
va keyingi approach albatta lazy approach deb qo'ysak bo'ladi buni. Sababi nima? Bu juda oddiy. Bunda hozir mana buni kommentga olib qo'ysak, hozir mana return sum degan built-in funksiya bor Pythonda va bu xuddi listimizda iteratorda ichidagi sonlarni qo'shilmasini chiqarib beradi. Misol uchun return sum r run code va javobimiz yana ishladi. Bu lazy approach, lekin qanaqadir effective. Sabab bunda kamroq nima olyapti? O1 da ishlayapti. Ya'ni kamroq vaqt oladi, kamroq joy. Va bu approach esa on, ya'ni mana shu arrayimiz ichida nechta nima bo'lsa, o'shancha run qiladi va ko'proq vaqtni oladi. Va hozircha bizdan shular. Va biz bugun ikkita problema solve qildik, ko'rib chiqdik, analiz qilib. Bular solve me first, ya'ni o'zbekchasiga yana birinchi bajar, ikkinchisi simple array sum. Simple array sum bu listimizda ichidagi sonlarni qo'shilmasi. Va hozircha xullas shular. Hammaga rahmat. Kanalni kuzatishda davom eting.